Yusuf dam solaman. Assalomu alaykum aka. Buyurtmangiz yetib keldi. Nima bu? Kreditga olingan iPhone va shartnoma. Aka, men kredit olmaganman, adashyapsan. Ya, to'xtang. Buni va halol shu uyda turadilarmi? Ha, xotinim. Ha, unda sizlarniki shu. Yaxshi kunlik ishlating. Xotin? Nima iPhone olding kreditga? Yana men nomga olgansan, nima unaqa qilding? Nima unaqa qarayapsan? Senga aytaman, nima kreditga olding? Menga gapiryapsiz, Saloh aka? Sen hazillashyapsan, xotin? Qoshingni o'rtasiga shunaqa uraman, quloqing chapga chaladi. Sen gapirolmagan ishni nima kreditga olding? Boydan beri nima deyotgan bo'lsangiz, hech qaysi gapingiz eshitilmayapti. O'lay agar. Yosh bola ko'rasizmi? 3 metrdan qanaqasiga eshitilmasligi mumkin? Voy Saloh aka, rostdan eshitilmayapti. Xohlasangiz keling joy almashamiz. Qani gapirchi? Eshitilmasmish. Ertalabga ketayotganingizda telefoningiz qolib ketgan ekan. SMS kelibdi. Hozir o'shani o'qib beraman. To'ydan keyin ko'rinmay ketdingiz, Salih. Vaqtingiz bo'lganda bir telefon qiling, ko'rishamiz. Shahnoz. Yuraycha. Eshitilyaptimi endi? U rostdan ham eshitilmayapti. Xotin ishon, voqchi hech bola eshitilmayapti. Eshitmayapman men seni. Nima deding? Uni buni qo'y, onasini ham seni. Telefonni mazza qilib ishlat. Kredit olsin, to'laymiz dash kreditni. Zapal bo'ldim.